sort akilgan, bu mana shu yerga 26 ta sort akilgan, hammasi O'zbekiston reyestrida bo'lgan eng yaxshi, eng yuqori, eng sifatli bug'doylar mana ko'ryapsiz, ko'l chiqishiga. Endi boshqalar ayrimlar savol beryapti, buni qanday keltirilgan, qanday olib kelgan deb. Biz bu yerda faqat Samarqand viloyatiga, biz Namangan viloyatiga ham, Farg'ona viloyatiga ham xuddi shunday biz demonstratsionni faoliyat tashkil qilganmiz. Maqsadimiz Samarqand viloyatining g'allachilik sistemasini rivojlantirish. Oxirgi paytlarda urug'lar o'zgarib ketgan, g'allani soxlarini ekilavergan, urug'lar eskirib ketgan, nafaqat hosil, g'allani sifati ham yo'qolib ketgan. Shuning evaziga biz hozir Rossiyadan bir nechta sortlar kelgan, bu hammasi O'zbekiston reyestrida bo'lgan. Mana elita sortlarda bir sortlar mana shu yerda ekilgan. Maqsad mana shu g'allani mana shu 26 kun navga alohida qilib, yaxshiligi xarajat qilib, o'g'itidan, begona o'g'itidan, kasalligidan qilib, bor vaqtda yaxshi rivojlantiryapsiz. Maqsad nima? Yakunda buni Maqsadimiz masalan g'allachilik sistemasida qanday g'allani yetishtirish, qanday texnologiya ishlab berish, qanday texnik ishlab berish, qanday agrotexnik talablarga ishlov berish. Maqsadimiz Samarqand viloyatida g'allani nafaqat hosildorligini, sifatini ko'paytirish. Sifat. Bu degani mana shu hozir oxirgi paytlar g'allani hosildorligi 30 sentrdan 20 sentrdan pastga tushib ketgan. Mana bu yerda hozir o'rtacha hosildorlik 100-120 sentrgacha bo'lgan bizda g'allalarimiz bor, lekin ularni biz O'zbekistonga olib kela olmaymiz. O'zbekiston reyestrida yo'q. Bu yerda bo'lgan hamma g'allar O'zbekiston reyestrida bo'lgan g'allar. Buni esa buni hozir yetishtiramiz, ko'rsatganimizdan keyin buni hech qanaqa biznes sohasida hech kim olib kelganimiz yo'q. Buni faqat ertaga pishgandan keyin katta seminarlar o'tkazamiz, viloyat rahbarlariga, respublika rahbarlariga ko'rsatamiz. Ko'rsatganimizdan keyin bu unishtajeniya deydi. Unishtajeniya joyida haydab tashlaymiz. Bu sotilmaydi, sotilishga umuman mumkin emas. Sotilish uchun litsenziya olishimiz kerak. Bu biz uchun muammo. Bu narsa undan ko'ra unishtajeniya bo'ladi. Majmualar hammasi unishtajeniya bo'lib ketadi.